Yashnoboddan New Life deb nomlangan Novostroykamizdan to'rxona 130 kvadratli juda ham chiroyli xonadonimiz sotuvga chiqqan. Bu uyimiz borku, mana shu aylanasiga to'rt burchak bo'lib juda chiroyli tushgan do'stlar. Xo'p, kirosh qismimizdan demak boshlaymiz. Bu yoq bizning kirosh qismimiz, qavatimiz 7-qavatda joylashgan. Bu yoqda mana domofonlarimiz bor, stroyniy shkoflarimiz bor. Kirganimizda bizni mana shunaqa kattagina hol qismimiz kutib oladi do'stlar. Sizlar bilan endi birinchi bo'lib zal qismimiz, ya'ni mehmonxonamizga kiramiz. Mehmonxonamizni ham ko'rishingiz mumkin. Yumshoq mebellarimiz, jurnalniy stullarimiz, bu yoqda kartinka, uyimizning remontlari juda ham sifatli qilibdi. Men o'zimga juda ham yoqdi do'stlar. Bu yoqda 6 talik o'tiradigan stol, stullar, choy ichib o'tirishingiz uchun, bu yoqda esa televizorlarimizni ham eng zo'rlarini o'rnatib qo'ygan do'stlar. Endi ayollarimizga bunday ideal oshxona kerak bo'ladi. Ayollarimiz uchun maxsus mana shu oshxonamizni tavsiya qilamiz. Ko'rishingiz mumkin, gaz qurilmalarimiz bor. Bu yoqda esa kattagina bizni balkon qismimiz ham bor. Ikkita stulchani qo'yib, kechqurunlar mana shu yerlarda o'tirib bemalol mazaqi gaplashib o'tirsangiz bo'ladi. Men oilaviy choy ichib o'tirishingiz uchun 6 talik stol, stul, birralari, qandillarimiz, bu yoqda esa Hoffman texnikalari, pastida mo'ykalargacha bu xonadonimizda bor do'stlar. Plani juda ham chiroyli tushgan deb bu xonadonimizni menga yoqdi. Bu yoqda esa umumiy sanuzel qismimiz keladi. Ko'rishingiz mumkin, barcha mebel, texnika, hamma narsasi bor do'stlar. Bu yoqda esa bizni praktikamiz joylashgan, ko'rishingiz mumkin, shkof va kir mashinamiz ham aynan mana shu joyimizda joylashgan. Bolalar yotoqxonamizni qaranglar. Bolalar yotoqxonamizga qanaqa juda chiroyli sharoit qilib qo'yilgan. Ikkita kravatimiz, bu yoqda biralari va dars qilib o'tirishlari uchun bu yoqda mana ikkita kattagina joyimiz qilingan do'stlar. Xullas uyimiz juda ham chiroyli va bu yoqda shkofi va eshiklarimizni ham qarang. Zo'rini qo'yishibdi deb menga juda ham yoqdi. Xo'p, bu yoqda esa kattalar yana bitta spalniysi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Ko'rishingiz mumkin, biralarimiz, kondisionerlarimiz, qandillarimiz, bu yoqda shkoflarimiz, televizorlarimiz, qani bu uyimizdagi texnikalar Hoffman texnikalari o'rnatilgan. Bu yoqda kattagina bizning oynali zonamiz bor va kattalar spalniysiga kiramiz. Kelinglar. Kattalar spalniyamizni ham qarang, juda ham kattagina qilingan, maza qilib damda olasiz, yorug' qilingan, shinam qilingan. Bu yoqda mana komodlarimiz, ayollar uchun spalniyalarimizni qarang. Shundoq kiyim bilan kirasiz, yashaysiz bo'ldi do'stlar. Bu yoqda televizorlarimiz, o'zining shkoflari va o'zining bu yoqda sanuzel qismimiz joylashgan. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mana shunaqa chiroyli plandagi uyimizni albatta eng yaqin insoningizga yuborib qo'yasiz. To'rxona 130 kvadratli bu xonadonimiz 265 ming narx aytamiz. Yana joyida sunnatiga ozgina o'tib beradi. Sizlar bilan Muhibullo bo'ldi. Yana ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.